Aka noyobadan kelib qoldi. Noyobadan sanavering. 2016-yil tiniq holatda avtomat korobka, 1 yevro avtomat, tut yumshoq balon, pulti 136 ming. 136 ming edi. 136 ming edi. Ha 139 ming kechirasiz. Xrom qilingan, chexol, polik, tovrik, kondisioner muzlatyapti, zo'r turibdi ekan. Yana magnitofon qimmat rol qo'yilgan. Avtomat korobka, zo'r holatda ekan. Dehqon do'zdan to'ralashga shumka bo'lgan. Kim eslar disklar bor ekan. Like bos disk kim ko'rgan bo'lsa eshitib aniq qilamiz. Aka disk eshitib yurar ekan. Yomon ekan. Xo'p, stoplarni qarang, pisochni stop qo'yilgan 100 ta metan. Zapaskalar o'rnida, holati yaxshi. Dehqon do'zdan kolonka 4 ta amortizator qo'ydim uka deb. Goforum yangi balon yaqinda qo'ydim uka debdi. Ikkita eshigida kraskasi bor ekan. Hali aytib qo'yib ketavering, kelsalar tekshirib olasizlar. Qarang, 1.5 motor, gidravlika ABS, kondisioner, injektor metan, hamma yo'g'i joyida. Olas, minas, pult, hamma yo'g'i joyida. 2016 139 ming yurgan, ikkita detalli petnosi bor, pult, hamma mashina avoroti bilan. Narxi $8100, 1 yevro avtomat. Like bo'lsa aka, bizda Telegram kanaliga obuna bo'ling aka.